Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Obbo o'zimizni jigarlar. Hamma yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Sog'liqlar. Navbatda obyektimiz mana bir sabablar bilan to'xtab qolgandi. Buni ham xudo xolasa mana o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu yerimiz ham 60 kvadrat bo'lgandi. Tagi bu yer terma panelli variant bo'ldi. Tagi shlaka blok edi. Terma panellar yopishtirib, tublit variant qilib chiroyli qilib berdik. Ayni chiroyli fasadlarga o'zi murojaat qilaverasizlar. Qo'llangancha chiroyli qilib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa. İşlerimiz Xudo xolasa yakiniga yetdi. Endi uzr so'raymiz, kechga qolib ketdik. Kechroq bo'lsa ham olyapmiz. Endi ish ko'p. Vaqtimiz bo'lmayapti ekan. Xudo xolasa yaltirab bilis berib turibdi. Sağ olunuzlar, selamat olunuzlar, hammalaringizga omad tilaymiz ishlaringizga. Xudo xolasa mana bu tomonlarni ham boshlaymiz. Xudo xolasa nasib qilsa.